Aniq bilaman, shayton oldingda turibdi. Chunki bu videoda oxirgacha ko'rsattirmaydi ham, like ham bostirmaydi. Ko'pchilikka jo'nattirmaydi ham, repost ham bostirmaydi. Hamda ehson ham qildirmaydi. Nima uchun? Shaytonning birgina maqsadi bor. Musulmonlarning ishi bitmasin. Musulmonlar zalolatga ketsin. Ular oyat hadisga amal qilib jannatiy bo'lib ketmasin deydi. Lekin Alloh taolo nima deydi? Yaxshi ishga sherik bo'lgan. Ehsonning mukofoti faqat ehson deydi. Do'stlar, siz bilan biz mo'min musulmonlar kimi gapiga kiramiz? Shaytonnimi yoki Rahmonnimi? Hammamiz o'zimizning qo'limizda turibdi. Siz 10 ming so'm ehson qilingki, siz bilan bizning onalarimiz ham mana shu ulug' yoshlarga yetib yursin. Agar onangiz o'tib ketgan bo'lsa, ehson qilingki, mana shu qilgan ehsoningizning ajrlari, savoblari onangizning ruhini shod aylasin. Chunki nimaga? Bu qurilayotgan uy boshlariga musibat tushgan boshpanasiz qolgan 75 yoshdan ulug' bo'lgan onaxonimiz uylari. Do'stlar, bu dunyo kalkulyatorida cho'ntagingizdan 10 ming so'm chiqsa ziyondir. Lekin Alloh taoloning